Tez oldilariga boring. Axir 2 oydan oshdi kasalxonaga yotganlariga. Bormayman. Kecha amakiz o'g'illari kezlarning yonlariga borib kelgan ekanlar. Vrachlar yordamida kezlar giyohvandlikni ham tashabdilar. Hammadan kutsam ham o'zim ukamdan kutmagandim. Meni dilimni og'ritdi, bilasanmi, dilimni? Axir hayotda hamma narsa bo'ladi, Shokir aka. Buni bilaman. Hayotning sinovlari ko'p. Lekin men irganadigan, jamiyatimiz qoralaydigan narsaga qo'l urdi, bilasanmi? Ani iflos Botirni qamatdim. Endi u boshqa odamlarga yomonlik qila olmaydi. Ana, hammasi tugadi. Ko'rdingizmi? Ukez yonlariga boring, Shokir aka. Axir sizdan boshqa kimlari bor? Bormayman. Eshityapsanmi? Bormayman. Meni unaqa ukam yo'q. Mana esa akam bor. Mana esa shunaqa mehribon akam bor. Men akamdan kechmayman. Meni kechiring. Bilmayotganni bosdim. Men hammasini tushunib yetdim. Endi o'zgardim. Qarang, hamma narsam bor. Mehribon kenayim, shirindan shakar jiyanlarim, men yaxshi ko'radigan xotinim, men yaxshi ko'rgan bolalarim. Men dunyoda hech kimga alishmaydigan akam bor. Jigarim bor. Meni shu jigarimdan ayirmang. Hech kim menga berolmas ozor. Qiymatimni qilolmagay xor. Hech kim menga berolmas ozor.